Shuning uchun uch shoxli nerv nevralgiyasida telefon qilib garantiya berasizmi, keyin qaytib og'rib qolmaydimi degan bemorlar diqqatiga mana shu videoni olyapman. Mana sizlarga живой кейс garantiya so'raydiganlar uchun zo'r mana кейs ko'rsataman. Hozir mana bemorni qabul qildik, yotqizdik. Hozir konsultatsiya paytidagi videosini ham qo'yib qo'yaman. Bemor Namangan viloyatidan 1960-yilgi bemor. Qaranglar. Bemorda 23-yili radiochastotniy ablyasiya operatsiyasini o'tkazgan, ya'ni o'sha tok bilan kuydirib qo'yadi deydi-ku, endi tushunish oson bo'lish uchun xuddi shunaqa operatsiya qildirgan. Lekin uni qachon qildirgansiz? Qaysi yili qildirgansiz? 4 yil bo'ladi. 23-yili. Undan keyin qancha og'riqsiz yurgansiz? Ha, unda ta'sir qilmadimi? Effekt bermaganmi? Yo'q. Lekin operatsiya udashini chiqmadi degan, ya'ni og'riqlar davom etavergan. Bemor 24-yili sentyabr, oktyabr 2 marta kelib bizda davolangan. Keyin operatsiyadan keyin yuzingizda harakat sezish pasayib, quloqlarda ta'sir qilmadi? Yo'q, karaxligi kelganimda bormidi o'shanda? Bahorda biladi. O'sha birinchi kelganimda og'riq charchagan, sezmagansiz oldinda, ha, karaxt bo'lgan. 10 marta davolangan. Keyin yanagi yiliga yana 1 yil bo'lmasdan, to'lmasdan 7-8 oyga to'g'ri keladi. Yana qayta og'riqlar paydo bo'lgan va may, iyun 25-yili kelib yana 2 kurs davolangan. Yana oradan vaqt o'tgandan keyin 25-yili og'riq kuchayib, 25 oxirida dekabrda og'riq kuchaygan va respublikasi neyroxirurgiyada qulog'ini orqasini ochib qiladigan operatsiya bor. Ya'ni qon tomiri bilan nerv tomirini ajratib qo'yadigan mikrovaskulyar dekompressiya operatsiyasini o'tkazgan. Mana shu operatsiya effekt berdi. MVD deydi buni. Mana shu effekt berdi. Operatsiya udachini chiqqan bemor mana hozir aytyapti, hisobda 7 oy yaxshi yurdim, og'riqsiz deyapti. Lekin mana bir hafta 10 kundan beri juda ham kuchli og'riq, ya'ni chap tarafda pastki jag'da gapirganda, chaynaganda kuchli pristuplari bo'lyapti. Qayta qilmaydi lekin. Yo'q, qilmaydi. Bilmadim. Chunki hadeb ochavermaydi-da uni. Aytyapti. Va xirurgiyaga yana qaytib borgan. Xirurg aytganki, yo'q, endi ochmayman, chunki ochib ajratib bo'ldim. U yerda qiladigan boshqa ish qolmadi. Bo'ldi-da, Chunki turibdi, o'zi qilish, ular ajratib bo'lgan. Yana qayta ochgan bilan maqsad bo'lmaydi. Endi o'sha davolash kerak bo'ladi. Sizga o'sha oldin davolangan joyingizda borib davolaning, yaxshi natija olgan bo'lsangiz, endi bu yog'iga davolanib yuring degan dorilar yozib bergan. Ammo orqasida yozgan dorilar bilan ochib olib berasiz. Mana buni retsepti, mana bu retsept bilan beriladi. Mana bular olib berasiz, ichirib, ukollarini hammasini qilib, qo'shimchasiga yana o'sha nervni shamollatib qo'ygan bo'lsa, уже biz shamollatganini davolaymiz. Bu bilan nima demoqchiman? Qaranglar. 3 shoxli nerv nevralgiyasida har qanday operatsiya turini o'tkazasizmi, davolanasizmi, yana qachondir sizda og'rib qolishi mumkin. Ya'ni bir marta davolanib qo'yib, bir umrga garantiya yo'q. Hech qachon hech kim sizga na neyroxirurg, после operatsiya na nevrolog davolagandan keyin sizga garantiya bermaydi qaytib og'rimasligingizga. Og'rig'ingiz yo'q bo'ldimi, hozir tuzaldingizmi, bo'ldi, o'sha sizga natija bo'ladi. Yana qachondir og'rib qolishingiz bu vrachni yoki xirurgni aybi emas, kasallik o'zi shunaqa bir yaramas kasallik. Qayta og'rishi mumkin, og'rimasligi ham mumkin. Buni hech kim bilmaydi. Qachon og'rishini ham bilmaymiz. Og'rib qolishi ham mumkin. Shuning uchun takshto bu videoni 3 shoxli nerv nevralgiyasi bor tanishlaringiz bo'lsa, ularga, qarindoshlaringiz, xullas tanigan odamlaringizga yuborib qo'ying. Bir umrga bitta lecheniya yo'q bunda. Salomat bo'linglar, o'zinglarga ehtiyot qilinglar.